Yana qadrdonlar bu narsani urib sindirgani chiqarmagan. Bu narsani hovliga tergani chiqargan. Ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz chiroyli qilishib, yana bitta Fayzda xonadonga burchatga bosib berishibdi. Bu burchatga agarda 10 tonnagacha bo'lgan mashina yursa, bemalol ko'taradigandan bo'lar ekan. Xo'sh, burchatkamizni tagiga sheben tashashgan, ya'ni zasipka qilishgan, ustidan rastvor tashashib, yana kapelniklarda chiroyli qilib bosib berishibdi. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan bo'ladi. Hozir video syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumanidan bo'lyapti. Ushbu burchatkamiz qadrdonlar oq sementga bo'lgan garantiyalari bor. 1 kvadrati qadrdonlar sotilishi 62 ming so'm, metallograniti bilan billa. Agar bez metallogranit bo'ladigan bo'lsa, arzonroq bo'ladi. Xo'sh, bu narsani bosib berishi qadrdonlar 40 ming so'm ekan, 1 kvadrati 102 ming so'mga bityapti. Agarda sizga boshqacha fasonda kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarimiz o'zlari ishlab chiqaradi. Bir 20 xil, 30 xil obrazlari bor. Manzillari Farg'ona viloyati, Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Undan tashqari sokol uchun bir 20-30 xil obrazlari bor. Mramordan deysizmi, granitdan deysizmi, yana kafildan deysizmi, hammasidan akalarimizda bor va ustunovka ham qilib beradi. Bunimiz o'sha Xitoy metallogranitidan tayyorlangan qadrdonlar, qalamchali variantda ko'rib turibsizlar, bular mramor bo'ladi. Usta haqisini aytib o'tib ketamiz. 0 dan 0 gacha 75 sm 1 metrini usta haqisi qadrdonlar 100 ming so'mdan tayyorlashib beryapti ekan. Buni arzon varianti ham bor, qimmat varianti ham bor. Kimga shunaqangi ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda burchatka, granit, mramor, sokol xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarsizlar. Xizmatlar vodiy bo'yicha.